Wassalatu wassalamu ala rasulillah. İnşallah biz kelgan joy mana bu xurmo bog'i. Xurmo daraxtlari mana shu. Bu xurmo daraxti, xurmo mevasi juda bir Alloh taoloning ajoyib ne'matlaridan. Katta bir foydali narsalardan biri, judayam bir nimasi katta, bir manfaati. Xurmo daraxti shu daraxt mana bu o'shik ko'rib turgan kesilgan tishlari turibdi mana. Shuni 3tasi 1 yillik bo'ladi, yoshi mana 3tasi 3 qamati 1 yil bo'ladi. Shuni hisoblasa yoshi chiqadi. O 40 yil, 50 yil, 60 yilgacha yashaydi xurmo daraxti. O 30-40 kilodan 300 kilogacha hosil qiladi. Avgust oylarida pishadi. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni jannatdan yer yuziga tushirganda birinchi bergan mevasi shu xurmo daraxti xurmo bo'lgan. Bu jannat mevalaridan bittasi. Ya'ni jannatda ham musulmonlarga shu jannatga kirgan kishilarga beriladigan mevalardan bittasi xurmo bo'ladi.